Masala 18-masalada aytilganki, massasi teng bo'lgan misdan ikkita o'tkazgich yasaldi. Birinchisi ikkinchisidan 4 marta uzun, qarshiligi 32 ga teng, ikkinchisida qarshiligi qancha? Xullas bunday. Massa teng degani, demak hajm ham teng degani. Agar birinchisi 4 marta uzun bo'ladigan bo'lsa, demak uni yuzasi 4 marta ingichka. Uzunligi katta bo'lgan sari simda ingichkalashib boraveradi. Uzunligi 4 marta ko'p, demak yuzasi 4 marta kam. R1 teng ro L1 taqsim S1 bo'ladi. R2 teng ro L2 taqsim S2 bo'ladi. L2 ning o'rniga L1 taqsim 4 qo'yaman, chunki L2 dan L1 ko'pda. Shuning uchun L1 ni 4 ga bo'lsam L2 chiqadi. Yuzi esa aksincha. Endi buni uzunligi kam bo'lgani uchun yuzasi ko'p bo'ladi. 4 S1 bo'lyapti. S2 4 S1 ga teng, L2 L1 taqsim 4 ga teng. Mana bu 4 pastga tushsa 16 bo'ladi. R1 taqsim 16 degani 2 10 degani. 32 taqsim 2. 32 taqsim 16 mana 32 taqsim 16 yoki 2 10 degani.